Ota-ona uyimiz nuri, bizning baxtimiz va barakamiz. Hozir biz jamoamiz bilan ota-onalarimizni oldiga ko'ngil olgani keldik. Umuman olganda yomon joy emas ekan. Men yoshligimda qariyalar uyi desa qanaqadir qo'rqinchli joy, hamma u yerda qiynaladi degan narsa deydim. Chiroyli, odam miyasi dam oladigan, kak sanatoriyga o'xshagan joy ekan. Sanatoriyga borganda yoki banisiga borganda men mana shunaqa atmosfera ko'rardim. Bu yerda ham xuddi shu narsani ko'ryapman. Bilmadim. Intervyu olishga uyaldim qariyalardan. Kaka nima sizlarga nimadir beryapman, men duo qilinglar degandek bo'lib qolardim. Hamma o'zi ichida duo qilsa, qildi. Men biz 5-6 ta yana akalarim. Bunaqa narsa ham bor ekan bu yerda. Hozir o'g'illari bitta bu jonni o'g'illari mashinaga solib olib ketdi. Shu o'ylashimcha xohlagan paytda kelib olib ketib, yana qaytib olib kelib qo'yish anaqasi bor ekan, aylantirib, ovqatlantirib yoki boshqa narsa qilib, birga vaqt o'tkazib, keyin olib kelib qo'yish mumkin ekan. Xullas, qariyalarning uyida hozir ziyorat qilib chiqdik. Ularni o'zligini videoga olish yoki ulardan videoga tushib berish, so'rash juda ham noqulay bo'lgani uchun qisqa qilib aytadigan bo'lsak, juda ham bir boshqacha emotsiyalar oldik. To'g'risi, bu narsani aytayotganimdan sabab to'g'ri har xil hayotimiz davomida har xil yaxshiliklar qilamiz, har xil savobli ishlar qilamiz. Lekin imенно bu qariyalar uyida kimnidir kelishiga mushtoq bo'lib o'tirgan odamlarning oldiga borib, ularning duosini olish odamda bir boshqacha bir his-tuyg'ularni uyg'otib yuborar ekan, to'g'risi. Hammaga taklif beraman, borib ko'rib, ularni hech narsa olib bormasanglar ham gaplashib, ozgina dildan suhbat qilib, ozgina vaqtinglarni o'tkazsanglar, hech qachon achinmaysizlar. Ochig'i, bu yerda 200 taga yaqin otaxon bo'lishsa, 100 dan ortig'i tura olmaydiganlar, ya'ni nogironlar hisoblanar ekan. Bir otaxon bilan ham gaplashib qoldik. Qisqa qilib aytganda, o'zi hayotlarini aytib berdilar. Endi qisqa qilib aytganda, maslahat qilib biz yoshlarga aytayaptilarki, hayotda farzandlarning tarbiyasiga juda ham ahamiyatli bo'linglar. Hozirgi kunda ko'ryapmiz, yoshlar asosan pul topish bilan, o'sha biznes qilish bilan vaqtini o'tkazyapti. To'g'ri, bu yaxshi, ammo lekin farzand tarbiyasiga ham juda ham e'tiborli bo'linglar. Faqat pul topsam, ularga yaxshi sharoit qilib bersam bo'ldi degan xayolda emas, ularga yaxshi tarbiya, ya'ni aynan o'zingiz tarbiya, ota sifatida, ona sifatida yaxshi tarbiya berishga ham ahamiyatli bo'linglar deb aytayaptilar. Ya'ni imенно shu narsani orqasidan bu yerga kelgan odamlar juda ko'p. Ya'ni moddiy tomondan yaxshi, ammo lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra bu yoqqa farzandlari tashlab ketgan deb aytib berdilar. Qadrdonim, endi sizning navbatingiz. Ota-onangizdan xabar olib qo'ying.